Hurmatli prezidentimiz tomonidan meditsina xodimlari kuni munosabati bilan 96 nafar soha fidoyilarini mukofotlash to'g'risida farmonlari qabul qilindi. Shu 96 nafar fidoyilarning ichida men ham borligimdan juda faxrlanaman. Bu menga yana ham ko'proq mas'uliyat yuklaydi va yana ham ko'proq ruhlantiradi. Prezidentimiz bizning kichik xizmatlarimizni yuqori baholab, meni sog'lom turmush medali bilan taqdirladilar. Bu nafaqat menga berilgan mukofot, bu butun beruniy shifokorlarga berilgan mukofot deb bilaman. Shunisi quvonarliki, bizning beruniy tumanimizda tumanlararo perinatal markazi ishga tushdi. Bu markazga davlatimiz tomonidan ko'plab tibbiyot jihozlari berildi. Bu tibbiyot jihozlarini ko'rib ko'zimiz quvondi. Negaki biz ishga kelgan paytimizda bu narsalar biz uchun faqat orzu edi xolos. Hozir esa mana qanchalik og'ir tug'ilayotgan bemor bolajonlarimizni hayotga qaytarishda, ularning hayotini saqlab qolishda bu tibbiy jihozlar juda katta rol o'ynayapti. Hech qanday qiyinchiliklarsiz monitorda ularning dinamikalari, temperaturasi, qon bosimi, kislorod saturatsiyalari hammasi ko'rinib turadi. Mana ko'p sohalarda islohotlar bo'layotganligi bu bizning meditsina sohamizda ham o'z samarasini bermoqda. Davlatimiz tomonidan bizning perinatal markazimizga juda ko'p tibbiy jihozlar keltirildi. Bu jihozlar bizlarning ishlashimizni yengillashtiradi. Bizlarga juda ham qulay. Eng quvonarlisi, og'ir tug'ilgan bemor chaqaloqlarimizni hayotga qaytarishda bu tibbiy jihozlar juda ham qo'l kelmoqda. Prezidentimiz tomonidan 300 ta shifokor chet ellarda o'qib kelishga muvaffaq bo'ldi. Ularning ichida bizning ham bitta neonatologimiz o'qib keldi. Ularning hammasining natijasida chaqaloqlar o'limchiligi o'tgan yilgiga nisbatan 3 karra kamaydi. Tibbiyot xodimlariga prezidentimiz shunchalik ko'p imkoniyatlar yaratib berdilarki, bularning hammasi bizlar uchun kutilmagan juda ham quvonarli voqealar bo'ldi. 5 kunlik ish haftasining o'zi xodimlarimizni qancha xursand qildi. Endi bizning shifokorlarimiz ham, barcha tibbiyot xodimlari o'zlarining dam olish kunlarini oilasiga, farzandlariga bag'ishlab, yaxshi dam olib, yana ish kuniga kuch-quvvat bilan ish kuniga qaytadilar. Bularning hammasi ish samaradorligini ham oshiradi. Mening 40 yillik ish faoliyatimda menga eng ma'qul bo'lgani bizning beruniy tibbiyot maktabi. Ishga kelgan paytimda Abulqayir Dinaliyev, Roza Baltayeva, Nurullayev Hajoy aka, Bazarbay Xatbayevichlar bizlarga juda katta o'rnak bo'lgan maktab asoschilari edilar. Hozir ularning bizlarga o'rgatgan tajribalarini hozir bizlar shogirdlarimizga o'rgatayapmiz. Bu beruniy tibbiyot maktabi o'zining yuksak madaniyati bilan, salohiyati bilan, kuchli bilimi bilan Qoraqalpog'istonda o'z o'rniga ega. Bir vaqtlar ishga yangi kelgan paytimizda mana shunday apparaturalar bizning orzuyimiz edi. Mana Allohga behisob shukronalar bo'lsin. Hurmatli prezidentimiz tomonidan mana shuncha davlatimiz asbob uskunalar yetkazib berdilar. Allohga shukr, shu asbob uskunalar hozir shu bolajonlarimizning og'ir ahvolda bemor bo'lib tug'ilgan chaqaloqlarimizning hayotini saqlab qolishda juda qo'l kelmoqda.